Kam ber bormi? 70 million 80 millionga sotilyapti bozorlarda, havalingiz bo'lsa, lekin buqa tuv bersa 60 millionga yo'qda mol. Odamga ikkinchi qoringa bu. Bitta tug'ib ikkinchisiga. Bu ham o'zimizni chorvadan chiqqan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube va chorva ishqibozlari. Mana biz bugun Andijon viloyati, Andijon tumanidagi Xirabekka yetib kelganmiz. Bu yerda Ibrohimjon akamizning mollari bor ekan, xudo xolasa. Shved qarovda akalar. O'zlaridan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ozodbek, yaxshimisiz-ku? Charchamasdan. Ahmad aka. Bugun xudo xolasa 3 ta novvoschamiz bor, qirg'iz. Bir yashar nari berdi, 120 bo'yli. 3 ta bo'g'az sigirimizni bugun chiqaramiz. Xudo xolasa mollar zo'r, Allohga shukr. Yeb itishlari sinovgan. Mollarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Oq qunsu, oq quloq mollar. Qirg'iz bo'zaylar. Bo'ylari 1.15 plus minus. Bo'ylari 1.15 plus, ha? Mana shu molimizni hozir ko'ring, uka. Obunachilar ham ko'rsin. Bo'ldi. Kelishim ham zo'r ekan aka, mollar. Tuyoqlar istagan tuyoq ekan, ha? Molda xudo xolasa aybi yo'q. Aybi yo'q, ha? Sog'liqlari yetishlari sog'lomligi hamma yo'qi behijolat. Xudo xolasa bir baqaman degan odamga uchovini yengil qilib xayri ziynati bilan beramiz. Xonadonimizga kelib qolsiz, hamma yo'qda xudo dastavkasi ichida yetkazib berish xizmatlari bilan bonusi bor. Vitamin bilan antibiotikini ham qilib beramiz. Vitaminlari ham bor, ha? Bonusini ichida. Hamma yo'qida. O'zim doktorman, ko'pchilik taniydi. Mo 2 oy shved, 3 oy shvedlar qanchadan shved? 3 oy bir xudo xolasa hamma holati joyda, tuyoqlari ham yeb itishlari. Xudo xolasa. Qancha tortib qo'yingchi? Mollarni ham bir ko'ring, bularni ham. Bo'ldi. Xudo xolasa akalar. Bu toza ekan aka. Mollar xudo xolasa toza, tani ham, qoni ham xudo xolasa olgan odam maza qiladi. Qozig'ida qariydigan mol. Hozir bularni narxiga keladigan bo'lsak, uchovini bir joyga 65 millionga beramiz. Xayri ziynat hamma yo'q ichida, xudo xolasa. Uchovini 65 millionga. Kami bor. Bir joyga. Xayri ziynati ham bor. Buni bu obunachilarimizga bir kelishtirib aytdingmi, maza qilsin olib turib boqadigan odam. Aka endi 60 millionga olib borib yetkazib beramiz vodiy bo'ylab. 60 million? Dastavkalari ichida. Mollarimni ko'ring, o'zi bellari ham 30 santimetrdan oshiq u. Bir yashar bo'lib bo'lmagan bo'zaylar. Mana shu bo'ylari ham ancha baland, tuyoqlari, oyoqlari ham baquvvat akalar. Molni kelishimi ham xolasa zo'r, birasa boqadigan akalar. Mesela boqadigan popda akalar. Xudo xolasa mollar zo'r. Bonuslari akalar, vitaminlari ichida ekan, bonus qilib beramiz deyapti. Buni ham jicha kami yo'q? Kami bor. Kami bormi? Kami bor. Yana ham xayri ziynatini qilib beraman. Yana ham qilib bering aka bu. Mana shu olami 20 millionga yetkazib beraman. 20 million, ha? Qara, Andijon bo'ylab 20 millionga yetkazib beraman. Andijon bo'ylab 20 millionga. 2 oy shvedni shvedlar. 43 emas, 42 emas, 41 millionga ketdi mana. Olaman deganga ketdi. 41 millionga. Ikkita shvedimizni bitta joyga akalar 41 million so'mga. Bitta joyga dastavkalar ichida bonuslari bor ekan, xudo xolasa. Kelib, xudo xolasa mollarni ko'rib olaveradi. Kelib ko'rsa bo'laveradi, aka, bemalol, behijolat. Uchovini bir joyga 60 million ustiga yuradi, sotamiz, xudo xolasa. 60 million jicha qo'shganga. Jicha qo'shganga xudo xolasa bitta joyga bir joyga uchovini. Uchovini bir joyga 60 million akalar, dastavkalar ichida bonuslari bor ekan, xudo xolasa. Yaxshi. Endi o sigirlar bormi aka? Sigirlarimiz bor, hozir olib kelaman. Xudo xolasa mollar ham yomon emas-da, Ozodbek. Ibrohimjon aka zo'r ekan aka, mollar xudo xolasa ko'rsa emasmi? Xolasa sotilib ketadi aka. Obunachilar, keyingi navbatdagi German toza qonli shvedimiz, xudo xolasa. Ibrohimjon akamiz o'zlari qo'ygan ekan. Qo'yganiga 2 oy bo'libdi. Qonida 1 oylikdan oshiq Ibrohimjon. 1,5 oylik. O'zi qilib tekshirtirib olaveradi. Xudo xolasa o'zimizni shved moldan qo'yganmiz. Novosini ham fermada. Bu molimiz o'zi o'ta go'zal mol. Hali aytishga tilojiz, lekin xudo xolasa bu molni olib boqqan odam qozig'ida qariydigan mol. 2-chi, 3-chi qoringa, 2 ta tuqqan 3-chi qoringa. Bo'ylari 1.50 plus minus.
Lekin ukamizni bo'yi ham 2 metr nari beradi-da. Ha. Mol ushlab turgan ukamiz ham. Molni tishini bir ko'rsatib qo'yadi. Bo'ldi, Ozodbek. tishlarni ko'rsatib qo'yamiz. Ochaman. Ana tishi. 8-kuragini endi chiqardi. Xudo xolasa bu molimizni sigir qilaman degan odam maza qilib saqlab ichadi. O'zimizning mahsulot, o'zimizdan chiqqan mol. Garantiyalari chorvani moli. Ha, garantiyalari behijolat, ichishi, hamma yo'g'i sog'ligi. Buni ham xayri ziynati bor. Narxi qancha endi buni? Narxini 40 million deyapti bozorda. 40 million emas, 35 million deymiz, jinday kami bor. Xayri ziynati ham bor. 35 million kami bor. Xudo xolasa. Dastavkalarini xudo xolasa qilib beramiz. Aytgan manzilga. Ichida bo'ladi aka dastavka. Hamma yo'g'i ichida. Ha. Molni tuyalarini ham, kelishgan holatini ham bir ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa, e'tiboshlari zo'r ekan akalar. To'rada tuymasi ham sog'lom aka, xudo xolasa. Hammasiga javob, yana tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Oq yelin ekan akalar. Xudo xolasa. Molimizni kelishimiz zo'r. Mana. 1,5 oylik bo'g'oz akalar. Akamiz o'zi doktor ekan. O'zimiz qo'yganmiz, o'zimiz chorvada molga. Buni bonusi bormi? Buni bonus? Bonusi bunga ham bonus qilib beramiz, xudo xolasa. Kelishaversin, kelaversin, uyda turibdi, xayri ziynati, bonus hamma yo'q ichida. Ichida, xudo xolasa. 35 milliondan ham o'tib beraman. 35 milliondan ham o'tib berasiz. Xudo xolasa o'tib beraman. Mol qilaman, saqib ichaman deydigan odamga o'tib beraman. Bo'ldi aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa chiqarasizlar, pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa molimizni kelishimlari, tuyoqlari, yeb-ichishlar, sog'liqlari akalar, sifati ham go'zal. Sifati ham german shved akalar, toza qon. Mana e'tiboshlari, boshlarini ham ko'rsatib beraman aka. O'zi bilinib turibdi aka, ko'zlarini qarang. Xudo xolasa. Yana bormi Ibromjon aka? Bor, ikkita bo'g'oz molim bor, bittasi 5 oylik, bittasi 15 kunda tug'adi. Hozir uni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, buni olib kiravering keyin. Nari bo'g'ozlarni olib chiqaveringlar. Yurishini ko'rsatdim. Mana ketdi. Molimiz xudo xolasa kamchilik yo'q ekan akalar. Sog'lom. Mana hurmatli obunachilar, navbatdagi bo'g'ozimiz xudo xolasa. Ibromjon aka bir qator o'z tanishib berasiz aka endi. Bu bo'g'ozimiz 2-qoringa, 6 oylik bo'g'oz. 4 kurak. 4 kurak a? Yeb, ichishi hamma yo'g'i behijolat. O'zimizni chorvada bor. Birinchi qorinda 10 ta suti, ikkinchisi ochilsa, xudo xolasa 12 ta 15 taga chiqadi. 12 ta 15. Hozir suti yo'q. 6 oylik bo'g'oz. Bo'yi 1.60 plus minus. Bola holatini ham bir ko'rsating uka. Bo'ldi. Yelinlari xudo xolasa hammasi sog'lom, to'rovi ham ishlaydi. To'rov so'skasi ham ishlaydi, xudo xolasa. Kelishimlari zo'r ekan aka, tuyoqlari ham istagan tuyoq. Bu ham german shved ekan, toza qon. Gibrid bu. Gibrid bu. O'zimizning Messi molli german shved gibriddi. Bo'ldi. Yuvoshliklar yuvoshmi? Behijolat. Yuvoshliklar yuvosh. Sog'iniga ham javob. Sog'liklariga xudo xolasa. Yaxshi akalar. Buni narxini qancha deymiz endi Ibromjon aka? Bu molga bozorda yo'q narx aytamiz endi. 40 million deymiz aka. 40 million kami bor, xayri ziynat xudo xolasa. Yoshlari ham yosh ekan akalar, 40 million. Bizda yomon mol yo'q. Hamma mollarimiz xudo xolasa bir-biridan go'zal. Go'zal, bo'ldi aka. Dastavkalar ichida, xudo xolasa. Hamma yo'q ichida, Hamma yo'q ichida. Bonusi ham bor. Kelganga machida ko'rib olaman deganga xayri ziynatini ham qilib beraman. Bo'ldi aka. Xudo xolasa aka-ukalarimiz shved ko'rdinglar. Mesela boqadigan ekan akalar, sutini ichaman degan aka-ukalarimizga. Xudo xolasa yaxshi. Bular ko'rsataveramizmi aka? Bular endi yaqin bo'g'ozlarimiz. Yaqin bular. Mana shu molimiz shved. Uzog'i 10 kun. Uzog'i 10 kunda tug'adi. 10 kunda tug'adi. Tayyor. Ko'rib qo'ying. Hamma yo'g'ini. Bu qirg'iz shved mol. Qirg'iz shved, ha? 20 litr sutga javob, xudo xolasa. 3-chi qoringa, 3-chisiga bo'g'oz, 3-chi qorin qonidagi. Bir marta yetalab beringda aka. Bu 3-chi qorin yurishi ham, holati ham endi
O'ta go'zal. Go'zal ekan aka. O'zi molni o'zimiz sotyapti-yu. Bo'yi 1.50. Bo'ylari 1.50. Hali nima deydi? Mana 1.40 ham deylik buni. Lekin sutga yorvoradi sut berishda. Sut berishga yorvoradi. O'zi 10 ta sut bir mahal 10 ta saqoladi bir sarishda. Biz o'zimizni mahsulot chiqaryapmiz xolos. Oldi ketdi mol emas. Bunun narxini qancha qo'yamiz endi? Bunga 50 million qo'yamiz aka. 50 million. Ha, xudo xolasa 50 million bu mol. Kam bormi? 70 million 80 millionga sotilyapti bozorlarda. Havalingiz bo'lsa, lekin bu qatuv bersa 60 millionga yo'qda mol. Asta. Xudo xolasa zo'r ekan akalar. Hammasini lekin hayli ziynat bor. O'tib beraman 50 million deb 50 millionga beraman emas. O'tib beraman. Aloqa chiqsa xudo xolasa. Aloqa chiqsanglar akalar, ziynati bor ekan. 4 oy yilini ishlaydi, sog'lom. 4 oy yilini ishlaydigan oq yillar akalar, bemalol bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog'liqlari yeb ichishlari xudo xolasa yaxshi. Aytib turibdi Eto'shi. Ha, Eto'shi o'zi aytib turibdi 50 mol ekan aka. Bo'ldi, dastavkalari kelishgan holatda akalar. Bo'ldi, buni tortib nima qilib qo'ying aka. Mana narigi sementalni ko'rsatamiz. Bu molim endi xudo xolasa uka Ozodbek olib baqaman degan odamga ikkinchi qoringa bu. Bitta tug'ib ikkinchisiga. Bu ham o'zimizni chorvadan chiqqan. Ikkinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz, bir oycha tug'ib berar ekan. Xudo xolasa 1 oy, xudo xolasa oz qolyapti. Paylari ham o'ta. Bu molni ham 20 ta sutga bera olamiz. 20 ta sutga. 20 ta. Taysosa bu mol 10 moldan ham kuchli tays oladi. Ha. Hali bir 40 kun, o'zimiz sementalga qo'yganman urug'ga. 40 kunda xudo xolasa tug'adi inshaalloh. Buni uchon molimni ham tishini ko'rsatmadim. Tish 8 kuraydan kelib ko'rishib olaveradi. 8 kuraydan garantiyasi bor. Ononiki 4 kuray, moniki endi 8 ta bo'ldi, ononiki to'la 8 ta. Ha. Bo'ldi. Bu ikkinchi qoringa bu. Bu ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa akalar, orqalari. Xudo xolasa molimizni kelishimlari zo'r. Oq yelin. Turli so'zkasi ham sog'lom aka. Ha, bexijolat. Tuyoqlari ham stakan tuyoq ekan akalar. Bitta tortib qo'ying aka, bir yurishini ko'rsatib qo'yaylik. Mana akalar, xudo xolasa yaxshi. Bo'ldi aka. Qaytaroq. Endi buni narxi qancha? Narxi bomba buni uka. Bombami? Bomba 60 million kami bor. 60 million endi 8 million kami boradi. Obunachilarga men mol qilaman deganga. To'rov bo'g'oz molini olganiga hammasiga 2 milliondan tushib beraman. Bitta joyga to'rov bo'g'oz olaman deganga. Bo'ldi. Akalar, narxlar bomba bo'lyapti. Bemalol hozir nomerlar pastga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ibrohimjon akamiz o'zlari lokatsiyalari bor. Telegram kanaliga o'tsanglar. Xudo xolasa yaxshi. Endi bu nomerlarni aytib qo'ying aka. 97lik 838 37 87. 37 87 90lik 770 71 38. 71 38. Xudo xolasa Telegram, Instagram 24 soat yoniq. Yoniq aka. Bexijolat akalar. O'zimizni chorvada mollar. Bo'ldi aka. Uni oqmolni bolasini ham ko'rsatib qo'yaman, bir yashar bo'lmagan bolasini uka. Bo'ldi aka, uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Buni olib kirib qo'ying aka. Gapiravering aka. Mana molimizni bolasi bor uka. Bir yashar bo'lmadi, xudo xolasa 11 oylik yo'q, toza shvedga qo'yganmiz. Mana bolasini ham bir ko'rsatib qo'ying. Bu bolasi? Ha, mana shu bolasi. Bu qancha bo'ldi yosh? Bir yashar bo'lmadi? 10 oylik bo'lsa. 10 oylik bu. Katta ekan bu. 10 oylik bo'lsa, bugungi qo'ygan bo'zaklarimdan polvon bu bo'zaklar. Polvon ekan. Bolasi yaxshi. Buni bo'ylari ham ashi 1.10. 1.10 ekan, ha? Bo'ylar 1.10 ekan akalar. Oyoqlari ham baquvvat ekan, xudo xolasa. Buni narxini qancha deymiz endi? Buni narxini 25 million deymiz. 25 kami bor. 25 million kami bor, xudo xolasa. Yaxshi. Dastavkalari ichida aka. Bexijolat ichida. Bexijolat yeb-ichishlari, sog'liqlari yaxshi. Bo'ldi aka. Mana hurmatli obunachilar, shu joyda videomizni yakunlaymiz.
bemalol pastdan nomer bilan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ochilmay turib yana bitta qo'y ishqibozlariga qo'chqarimiz bor. Uni o'ta bomba qilib yuboramiz. Bu Qirg'izistondan qo'ziligida 8,5 million gap kelganmiz. Qo'ylar. Ha, qo'ydi o'zini qo'chqardi. Aha. Hozir chiqaramiz buni. Uchib turadi. Hurmatli obunachilar, qo'chqarimiz ham bor ekan akalar sotuvda, xudo xolasa. Yaxshi. Yoshlari qanaqa Ibromjon aka buni? 3 yashar, xudo xolasa. 3 yashar, ha? 3 yashar. O'zimiz 3 yashar. zotga Qirg'izistondan zakaz qilib jo'natganmiz. Xudo xolasa qo'yga qo'shaman deganga chorva ishqibozlariga bera olamiz. Bu zot qanaqa buni? Qirg'iz. Qirg'iz, ha? Ha, Qirg'izistondan o'tgan. O'zimizda hisor qo'ylardan. Hisor qo'ylardan. Buni kilosi qanaqa endi buni? Buni kilosi Katta-yu. 130 kilodan xudo xolasa ziyod. 130 kilodan bir oshir, ha? 2 oy oldin 123 kilo keluvdi, endi yemib turibdi. Bu boshlari ham boshqacha-yu buni. Turishlari xudo xolasa. Buni narxini qancha deymiz? Buni $1400 deyapmiz. Yine hayri ziynat. $1400. Hayri bor, ha? 2 yoshligida 1,5 mingdan ziyod olganmiz. Qo'yga qo'shamiz deb, xudo xolasa qo'yga qo'shaman deganlarga beramiz. O'zi bu qo'yni ko'rib ishqibozi bo'laveradi, orqalaridan ham bir oling-da. Eniga ham o'zi xudo xolasa 60 santimetrdan yo'qda. Dumbalari ham, asl dumbani ham sopda aka. Ayolari ham. Buni kami bormi? Kami bor, uka, beramiz. Hayri ziynati bilan xudo xolasa beramiz. Kim kelsa ishqibozlar kelaversin, beramiz. Aloqaga chiqish olsin, ha? Novosni ham, sigirlarni ham, qo'chqarni ham bera olamiz. Bo'ldi aka. Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Yo'q, uka, rahmat sizga avvalo. Bo'ldi aka, bemalol. Xudo xolasa telefon qila olasizlar, ishlaydi nomerlar. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, bemalol pastdan nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hamma bo'g'ozlari ham, novoslari ham ko'chat ekan. Garantiyalari bor ekan akalar, bonuslari ham bor ekan akalar. Xudo xolasa yaxshi. Turli so'zkalari ham ishlaydi ekan. Qo'chqarimizga ham gap yo'q ekan aka. Ha, qo'chqar nomerading xudo xolasa. Manzillarimiz Andijon viloyati Andijon tumani Xiraveyda akalar. Bemalol kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Choylarga baraka bersin, ishinglarga rivoj. Qishloq xo'jaligi bo'yicha hamma sohamiz bor. Kombayn xizmatlarimiz ham bor sezonda. Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.